Shoshilinch xabar. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Kechki paytda biz joriy yil uchun eng kuchli 8 balli magnit bo'roni ta'sirida bo'lamiz. Biz ayni daqiqalarda 4 balli geomagnit bo'roni qo'zg'alishi ostidamiz. Ehtimol mintaqamizda yer silkinishining ko'payishi ham shu omillarga bog'liq. Oldinroq chorshanba kuni sayyoramizda qizil xavfga ega magnit bo'roni qo'zg'alishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan edi. Shuningdek, 7 balli magnit bo'roni qo'zg'alishi boshlangan. Ehtimol Qozog'iston shimoliy viloyati aholisi hozir Shimoliy qutb yog'dusi guvohi bo'lishmoqda. Bunday paytlarda qariyalarimizni asrab-avaylash tavsiya qilinadi. Magnit bo'roni paytida ko'proq suyuqlik iste'mol qilish tavsiya qilinadi. O'zingiz va oilangizni asrang. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Tezkor xabarlar bizda.